Hello, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Sherbaxan do'stlar. Bugun biz sizlar bilan videomizda bitta Vaz 2107 mashinasini olib 3 million so'mga tuning qilamiz. Budjet 3 million so'm. Qani go eng arzon salonga. Mana biz Lada salon, ya'ni serverda eng nima desam bo'ladi, arzon salonlardan bittasi bo'ladi. Mana shu yerda yuglik sotadi, ya'ni Vaz 2107. Hozircha mashina olishga, tuning qilishga 1 million budjet ajratildi. Keyin yana 1 million shu tarzda ajratiladi. Mana Lada 2107 mashinamiz 250 tezlik maksimalniy, 100 litr benzin bak, 20 ta slot bagajda. Qanaqa rangdan olsak ekan? Oq olganimiz yaxshi. 250 mingga, 755 ming pulimiz qoldi. 5 ming zadaniya bajarildi. Dom пригласишь. Tuningga go. Mana tuningga ham kelib oldik. Mana tuning center kirish 100 rubl. Qani endi mashinani olib kiramiz. Mana mashinani ham olib kirib oldik. Endi tonirovka 100% tonirovka yo bitib o'zim ko'rgizib qilamanmikan? Yo'q, o'xshamadi. Full tonirovka qilamiz. Biz kimligimizni ko'rmish kerak. Bu yuglikni biz ham sport, ham tez yuradigan, ham driftoviy qilishga harakat qilamiz. Endi eng qiyin masala rang tanlash. Rangni qanaqa qilamiz? Ko'kda bunaqa qilamiz. Uzoqdan qop-qora ko'rinadi, yaqindan ko'k ko'rinadi. Yo, bu qizil bo'lmadi, yashil. Shu yashil menga bitta variant yoqdi. Olib qo'yaverak. Endi sariqroq qilamiz. Bu ham bo'lmadi. Mana shu rang menga yoqqanday bo'ldi. Bu qop-qora qolibdi. Bu ham yoqmadi. Bu ko'k yoqyapti. Ikkinchi variant. Yashil qilamiz. Ochadigan rang. Sariq yemadi. Bu ham yoqmadi menga. Sal ko'k qilsakchi. Yo'q, ko'k ham o'xshamayapti. Ko'k zo'r tushyapti, lekin yoqmayapti. Yugliga menga yoqmayapti. Ko'k ham mana zo'r tushyapti, lekin sal skromniyroq qilish kerak. Ko'zga tashlanadigan rang qilish kerak. Ko'k ko'zga tashlanmaydi-yu. Qanaqa rang qilamiz? Qanaqa rang qilsak bo'ladi? Pulimiz 674.900 rubl qolibdi. Qizil qilsakchi? Yo'q, och qizil qilsakchi? Yo'q, yashil yoqyapti menga. Yashil. Shu rang. Bo'ldi, shu rangni sotib oldim 60 mingga. Endi vinil ko'ramiz desak, yo'q, vinillar bo'lmaydi. Nitro full 3-o'rin qo'yamiz. 350 mingga nitro qo'yildi. Endi fara qo'yishimiz kerak. Farani ham yashil qilamiz. 90 ming ekan. 90 mingga sotib olamiz. Qani endi chiqamiz. Buni ko'rishingiz mumkin. Endi chip tuningga. Mana biz chip tuningga ham kelib oldik. Mana hozir kiramiz do'stlar. Mana yugligimiz ko'rib tursangiz mumkin. Shuncha daraja shu ahvol keldi. Mana yana 1 million kartamizga pul, ya'ni 1 million tushdi. Nalishni birinchi o'rinda launch qo'yishimiz shart. Drift qo'yamiz donatga. 159 donatga drift qo'ydik. Mana 159 ta donatga launch qo'yamiz. Ya'ni qo'zg'alishda tez qo'zg'alishga yordam beradi. Stage 3 donat, stage 2 ga pul bosqichma-bosqich qilish kerak. Shuning uchun stage 2 ham qilmaymiz, stage 1 qilib qo'yamiz. Sport plus qo'shamiz. Tezlikni oshirib berish uchun. Bunga tegmaymiz. Bunga 3-o'rin qilsak, bunga ham ketma-ket, buni ham keyinroq qilamiz va 1-o'rin sotib olamiz. Buni ham 174 rubl qoldi. Ya'ni hozircha bizda pashti 1 million 900 minglar atrofida pul ketdi.
Mana hozir PTS ya'ni mashina informatsiyasini ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana stage 1-urin, yashil rang, launch control yes, only 18 km yurilgan. Mana bors ham kelib oldi va endi biz shina tuningga o'tamiz. Qani go bunga ham kirib olamiz. 169 ming yetadi-yu deb bilaman, lekin yetmasligini diska 120 mingga olindi bu diska. Endi bularga yetmaydi, 40 ming yo'q, yetmaydi ekan. Hozir yana 1 million solamiz kartamizga. Cho'ktiramiz. Hozir ko'ryapman men. Cho'ktirib balonlar ichiga sirtga chiqargan ekan bu. Ya'ni balonni katta qilib beradi. Bu nima ekan? Ha, bu balon ichkariga, tashqariga chiqarib berar ekan. 175 ming podveska bo'lmadi. Pul solib qaytamiz dedim. Mana 1 million solindi kartamizga. Ya'ni qo'limizga yana 1 million olindi. Общий hisobda biz 3 million oldik hozircha. Ya'ni 3 million bankdan yechib oldik. Kartamda bor edi. Mana endi bemalol tuning qilsak bo'ladi. 65 mingga sotib oldik buni. Balon maksimalni qiyshaytiramiz. Bu ham ketdi 65 ming. Endi podveska bu shart emas menimcha. Mashina boshqacha bo'lib qolgan shart emas. Katta kichkina qilamizmi? Yo'q, bo'lmaydi. Cho'ktiramiz. Maksimal cho'ktirsak tegib qolishi mumkin. Yer belga yurishga qiynaladi, shuning uchun sal ko'taramiz. Mana shular bo'lsa kerak. 03 120 ming. Some give it up to our girls. 5 million and 40 naughty shorty.